Oruqlash mezgilida tövəndiki 4 xil turmuş adatiga ahamiyat bersangiz, %100% bilan oruqlay olasiz. Oruqlayamsangiz men o'zim javob qilaman. Men qo'saq muskulimni saqlayotqili 4-5 yil bo'ldi do'stlar. Bir oruqlagandan keyin qayta yo'qolib boqmadi. Va yuzimning inchikligini o'zingiz ko'rib boqsangizmi bo'ladi. Samasam men ham yo'g'onaydi o yuzim. O'quvchilarimning orasida 50-60 kilo oruqlab qo'yganlar bor, qayta samirib ketmadi. Bu jihatda meni qilib so'zlaydigan huquqim bor deb o'ylayman. Birinchisi, mayli siz harakat qilib oruqlang, mayli qanday usul bilan oruqlan bo'ling, cho'qim tomoqni kontrol qilsiz. Tomoqni kontrol qilmaganda mumkin emas oruqlayolmaydi. Bo'libmi, harakat qildim deb tomoq diqqat qilmaydigan odam o'zini o'z ta'sirini texim jixnasiya oldigan bo'ldi. Tomoq birinchi o'rin turdi, va ig'izni boshqarishimiz kerak. Ikkinchisi, tomoqni kontrol qilish degan gap yishdim yemaysiz degan gap emas. Yishdim yemay, noyat oz tomoq yeb boshlasangiz birdan da bo'yin boshib, siz yana qaytadan sabr etasiz. Shuning uchun shu vaqt tomoqni yeysiz, tomoqqa ahamiyat bersiz. Ya'ni bak mayliq ve xemirliq, aqın tamaklarını azaytsız, dalliq ziraatlarını o'rinlashtirsiz, loq go'shtlarni o'rinlashtirsiz, al xil yeşil, qizil, seriq saykök tatlarni o'rinlashtirsiz, qo'saq to'yg'ich yesangiz bo'ladi. Amaliyotda sizni tamoq samatib etmidi, bir vaqt tamoqni jixyavat keshgan. Anda tamoqdan sir ushaqchaq narsaga samirib ketdingiz. Shu vaqt tamoqqa men degandek o'lchamlik ahamiyat bersangiz, qo'saq ochqanmay turib o'ruqlay olasiz. Üçüncüsü, çoxum uyqunuza ahamiyat bersiz. Akşam baldır uxlaysiz, telefon qarab, telefon oynab, doyunda qısıq filmlerini görüp, seyrep, bir saat ötküzüdüğün iş bulması gerek. Bazı talada işiginizden alırı o'tkazsimi, bana uxlang, ko'zingizni yumib uxlab qo'ying, uyqu bekka holatni qiling. To'rtinchisi, bir saat bir qitim o'rningizdan qo'pib 5-10 minut bir harakat qiladigan odat yetildiring. Paylarni sozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ba'zilar bir kunda harakat qilmay turibmi, o'qida Jenshunfanda 5-6 soat ichida qon o'xshash yerib ketadi kechda. Nimishqa harakat qilmagandan sizdagi muskullaringiz, bo'g'imlaringiz pek oson xo'rab ketadigan bo'lib qoldi. Bir saat bir qo'pib mengib bersangiz, qon aylanish yaxshi bo'lsa, birimda pay sozib kerilib bersangiz shu hisob. Harakat qilmaydigan bo'lib 4-5 soat bir o'ttasi qo'pmaydigan odamniki qo'sqiga bek chiqmay yig'ilib oldi va ishga azalmay qolmaydi degan gap. Bu 4 turlik ishga diqqat qilib meni o'ruqlayolmagan bo'lsangiz, men o'zim javob qilaman, hayrat qiling.